Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Yoz fasli kelishi bilan dasturxonlarimizni bezaydigan eng shirin ne'matlardan biri bu shubhasiz qovundir. Vitamin va minerallarga boy bu mahsulot chinakamiga shifo manbai bo'lishi mumkin. Faqat uni me'yorida va to'g'ri iste'mol qila bilish kerak. Qovun qovoqdoshlar oilasiga mansub polis ekinlarining mevasi bo'lib, u asosan issiq va quyoshli iqlimda yaxshi rivojlanadi. Naviga qarab uning pishib yetilishi 2 oydan 6 oygacha vaqt olishi mumkin. Dunyoda qovunning yuzlab navlari mavjud. Mirzacho'l, kandalak, amiri, obinavvod, kantalupa, kassaba va boshqalar. Ular po'sti va mag'zining rangi, etining rangi, shakli, vazni, pishish tezligi va o'ziga xos ta'mi bilan bir-biridan ajralib turadi. Qovun tarkibidagi moddalar suyaklarni mustahkamlashga, teri holatini yaxshilashga va immunitetni ko'tarishga yordam berishi mumkin. Shuningdek, u qon bosimi va qondagi qand miqdorini barqarorlashtirish xususiyatiga ham ega. Atigi 200 gram qovun porsiyasida inson organizmi uchun kunlik zarur bo'lgan ko'plab elementlar mavjud. Xususan C vitamini, kaliy, magniy, foliy kislotasi, K vitamini. Bundan tashqari qovunda hujayralarni shikastlanishdan va qarishdan himoya qiluvchi kuchli antioksidantlar, beta-karotin, fitain, quercetin, kofein kislotasi, selen, lutein, zeaksantin va xolin mavjud. Qovun tarkibidagi kletchatka, C vitamini va xolin yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Ayniqsa kaliy moddasi yurak mushaklarini baquvvat qiladi, qon tomirlarini kengaytiradi va yuqori qon bosimini, gipertoniyani pasaytirishga yordam beradi. Qovunning 90% qismi suvdan iborat bo'lib, unda eng muhim elektrolitlar kaliy, magniy, natriy va kalsiy jamlangan. Bu uyg'unlik issiq kunlarda, sport bilan faol shug'ullanganda yoki kasallik paytida tananing yo'qotgan suyuqligi va tuzlarni tez fursatda tiklashiga yordam beradi. Suyak to'qimasini barpo etish va qayta tiklashda qovun tarkibidagi vitamin K va magniy bosh rolni o'ynaydi. Foliy kislotasi esa organizmdagi gomotsistein aminokislotasini parchalaydi. Agar bu aminokislota ko'payib ketsa, suyak zichligi kamayib, mo'rt bo'lib qoladi. Shuningdek, qovundagi kremniy moddasi tish va tirnoqlar sog'lig'i uchun juda foydali sanaladi. 1,5 millionga yaqin odam ishtirok etgan yirik ilmiy kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, muntazam ravishda yangi uzilgan mevalarni, jumladan qovunni iste'mol qiladigan odamlarda qandli diabet rivojlanish xavfi 12% ga kamroq bo'ladi. Agar diabet bilan og'rigan bemorlar haftada kamida 3 marta meva yesa, ularda kasallik asoratlari kelib chiqishi 13-28% ga, erta o'lim xavfi esa 17% ga kamayar ekan. Bu meva tarkibidagi tabiiy kletchatka va mikroelementlar bilan bog'liqdir. Qovundagi yuqori dozada bo'lgan C vitamini terining elastikligi, tarangligi ni ta'minlovchi asosiy oqsil, kollagen ishlab chiqarilishini faollashtiradi. Shuningdek, u kuchli antioksidant sifatida terini quyoshning zararli ultrabinafsha nurlaridan va erta ajin tushishidan himoya qiladi. C vitamini nafaqat go'zallik, balki kuchli immunitet garovidir. Tibbiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, C vitaminini oziq-ovqatlar bilan yetarli miqdorda qabul qilish shamollash, gripp va hattoki zotiljam kabi nafas yo'llari infeksiyalarining oldini olishga yordam beradi va ularni tezroq davolashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Qovun kletchatkaga boy bo'lib, u ichak peristaltikasini, ya'ni harakatini tezlashtiradi, hazm jarayonini tartibga keltiradi va ichaklardagi foydali bakteriyalarning ko'payishiga zamin yaratadi. Natijada taom tez hazm bo'ladi, ich yumshaydi va surunkali qabziyat muammosi bartaraf etiladi. Qovun tarkibidagi lutein va zeaksantin karotinoidlari ko'z to'r pardasini himoya qilish xususiyatiga ega. Ular yosh o'tishi bilan bog'liq ko'z nuri xiralashishi va katarakta xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Qovun og'ir metallarni haydash xususiyatiga ega. U organizmni shlaklar, toksinlar va eng muhimi og'ir metal tuzlardan tozalash xususiyatiga ega. U kuchli tabiiy detoks va siydik haydovchi vositadir. Tarkibidagi magniy va B guruhi vitaminlari tufayli qovun asab tizimini tinchlantiradi, uyquni yaxshilaydi, stress va xavotir hissini kamaytiradi.
Qovun urug'lari xalq tabobatida erkaklar quvvatini oshirish va buyrakdagi toshlarni eritish uchun ishlatiladi. Ularni quritib, yanchib iste'mol qilish mumkin ekan. Garchi juda foydali bo'lsa-da, ba'zi kasalliklarga chalingan bemorlar qovun yeyishda ehtiyot bo'lishlari yoki undan butunlay voz kechishlari kerak. Oshqozon ichak tizimi o'tkir kasalliklari, xususan gastrit, oshqozon yarasi yoki pankreatit bor bemorlarga qovun yeyish tavsiya etilmaydi. Chunki uning tarkibidagi faol kislotalar va og'ir kletchatka oshqozon devorlarini ta'sirlantirib, og'riqni kuchaytirishi mumkin. Qandli diabetning og'ir shakllarida qovunda tez so'riluvchi qandlar, uglevodlar ko'p bo'lgani uchun u qonda glyukoza miqdorini tez ko'tarib yuborishi mumkin. Faqat kasallik nazorat ostida bo'lganda va juda kam miqdorda yeyishga ruxsat beriladi. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarning hazm tizimi hali to'liq shakllanmagani sababli qovun kabi og'ir polis ekinlarni hazm qilishga qiynaladi va ularda ich ketishi yoki qorin dam bo'lishiga olib kelishi mumkin. Mutaxassislar va parhezshunoslar qovunni iste'mol qilishda quyidagi muhim qoidalarga amal qilishni qat'iyan tavsiya etishadi. Uni alohida taom sifatida yeng. Qovunni asosiy ovqatdan kamida 1,5-2 soat oldin yoki ovqatdan 2 soat keyin mustaqil, ya'ni alohida yeyish kerak. Bijg'ish jarayonidan qoching. Agar qovunni ovqatdan keyin vaqt o'tmasdan desert sifatida tezgina yeb olsangiz, u oshqozondagi boshqa taomlar bilan qorishib, uzoq qolib ketadi. Natijada oshqozonda bijg'ish, fermentatsiya boshlanadi. Bu esa qorin og'rig'i, ko'ngil aynishi, kuchli meteorizm, qorindan bo'lishi va hatto qusishga olib kelishi mumkin. Ertalab och qoringa qovun yeyish hazm tizimiga og'irlik qiladi. Kechqurun uyqudan oldin yeyilganda esa tarkibidagi uglevodlar insulinning keskin ajralishiga va tanada yog' to'planishiga, ya'ni vazn ortishiga sabab bo'lishi mumkin. Qovunni hech qachon alkogol, asal, sovuq sut, qatiq va boshqa sut mahsulotlari bilan birga iste'mol qilmang. Bunday aralashma oshqozon faoliyatini butunlay izdan chiqaradi va kuchli zaharlanish yoki ich ketishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Qovun kam kaloriyali bo'lishiga qaramay, unda qand miqdori yuqori bo'ladi. Shu sababli metabolizmi sekin bo'lgan odamlar uni ortiqcha yeb yubormasliklari kerak. Ba'zi parhezshunoslar qand tez so'rilmasligi uchun sog'lom odamlarga qovunni ozgina oqsil yoki foydali yog'lar, masalan, ozgina yong'oq yoki pishloq bilan birga yeyish mumkinligi haqida gapirishadi. Qovun to'g'ri va me'yorida iste'mol qilinsa, tanani tozalaydigan, yoshlik va kuch-quvvat bag'ishlaydigan ajoyib ne'mat. Eng muhimi, yeyish madaniyatiga, vaqtiga, me'yorga rioya qilish. Shuningdek, o'tkir surunkali kasalliklarga ega odamlar qovun yeyishda albatta ehtiyot bo'lishlari kerak.